Assalomu alaykum. Farg'ona shahar asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachalarim. Sergap Azizbek Farg'ona shahar Kirgili hududidan 2-3 qavatdan 2 xona 3 xona qilsa bo'ladigan remontini o'zimiz qilib olamiz. Arzonroq cho'ntebob xonadon zaril bizga degan obunachalarimizga bitta chiroyli kvartira topib qo'ydim. Bu uyimiz Farg'ona shahar Kirgilida, bir tomonimiz Ablastnoy banlisi, bu tomonimizda 16-maktab bor. Shu yerda o'rtada do'stlar 4 qavatli domda 3-qavatdan 2 xona 3 xona qilsa bo'ladigan stikovoy uglovoy kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Uyimiz adashmasam agar 46 kvadrat metr. Bitta obzor qilib beray, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa bitta qo'ldan xarid qilaverasizlar. Xo'p, do'stlar, qarang. Bu kirish qismi proxod hol. Eshiklarimiz temirdan do'stlar. Kirganimizda chap qo'l tomonda sanuzel hojatxonasi bor. Remontlari o'rta holatda. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar yaqin, ovqatlanish zonalari yaqin. Bu uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxona. Remontini endi o'zingiz qilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, sizlarga uyimizning narxlarini ham aytib o'taman. Bu do'stlar mehmonxona qismi. Mehmonxonamizning sostenasi yaxshi. Aytib o'tgandek uyimiz 2 xona 3 xona qilsangiz bo'ladi. Shu balkonga agar oshxonani olib chiqadigan bo'lsangiz, uyimiz do'stlar 3 xona ham bo'larkan. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, Wi-Fi, TV kabeldan umuman muammosi yo'q do'stlar. Va oxirgi xonamiz kattalar yotoqxonasi qoldi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Shu kattalar yotoqxonasini bitta kosmetika remont qilish kerak. Shu tomonini uchiplik qilib turib remont qilsalaring, maslahat beraman, tiniq holatga keladi. Endi narxi qancha deysizmi? Narxini uy egalari tomonidan do'stlar 19 ming dollar baho aytilyapti. Osmos o'tib beradigan joyi bor ekan. Ko'ringlar, bunaqangi hududdan bunaqangi narxga, bunaqangi xonadon chiqishi juda ham qiyin. Olasiz, remontiga 1-2 ming dollar sarflaysiz, tiniq kvartira bo'ladi. Hozir sizlar bilan tashqari hududga chiqamiz. Tashqari hududlarni ham 100% ko'rsatib, keyin sizlar bilan xayrlashamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, biz pod'ezd qismlariga chiqdik. Ko'rishingiz mumkin 53-kvartira. Domda hozir nechiligini ham aytib o'taman. Kirish qismi eshiklari temirdan. Pod'ezdlarimiz ham toza, pokiza, yorug' holatda. Pastga tushaylik, to'g'rirog'i pastda to'liqroq ma'lumotini berishga harakat qilaman. Xo'p, hurmatli obunachilarim, biz sizlarga kvartiramizni ko'rsatishga harakat qildik. Bu domimizning tashqi fasad qismi, o'sha tepadagi 3-qavat kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Uyimiz oldida aytib o'tganimdek, mashinaga, parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. Bu tomonga shundoq to'g'ri yurib chiqadigan bo'lsangiz, Ablastnoy banlisiga chiqasiz. Bu tomondan shundoq chapga yurib chiqadigan bo'lsangiz, do'stlar 16-maktabning oldiga chiqsa bo'ladi. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanasiz. Bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishingiz mumkin. Uyimizni 1 dan 5gacha son bo'yicha baholab qo'yinglar do'stlar va shunaqa kvartira so'ragan do'stlarga podelitsiya qilib tarqatib qo'yinglar. Keyingi yangi videogacha o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Xayr do'stlar, omon bo'linglar.